Uylarda tarakan ko'payib ketayotganini bitta ko'rsataman. Bunda ochiq qoldirilgan idish va yog' idishlari esdan chiqarilgan ochiq qoldirilgan eski oziq-ovqat mahsulotlari uylarda tarakan ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Endi tarakanni qanaqa salbiy oqibatlarga olib kelishini aytib o'taman. Birinchidan allergik va astma kasalligi va oshqozon ichak kasalliklariga olib keladi tarakan. Sababi tarakan har xil bakteriya, virus tashuvchi hasharot hisoblanadi. Bu har xil iflos va hojatxonalarda yashaydigan narsa oshxonangizga kirib o'tib, shunaqa sizlarni zaharlab yoki har xil viruslab ketishi mumkin. U ketib ham qolmaydi. Shu oshxonangizga mana toza yuvilgan idishtoingiz ustidan bitta yurib o'tdimi bo'ldi. Sizda konkretni virus yuqtirib olishingiz mumkin. U tarakan misol qo'shningiznikidan chiqib ketsa, qo'shningizda qanaqadir teri kasalligi, allergiya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, u sizga yuqishi ham mumkin. Bu bor narsa, chunki u hojatxonasida yuradi yoki yotgan joyida yoki oshxonasida yashaydi. Juda ham ehtiyot bo'linglar va sog'lig'inglarni asranglar, hurmatli yurtdoshlar.